Assalomu alaykum, hurmatli Ustaka kanali kuzatuvchilari va benzapila ishlatuvchi akalar va ukalar. Bugun benzapilani sizlarga karburatorda yana bir marta to'g'ri regulировка qilishni ko'rsatib o'taman. Bu benzapila yangi benzapila, ishlatilmagan benzapila. Shu holatda qaysi vintikni qayerga burash kerakligini yana aniqroq ko'rsatib o'taman. Sizlarga har doimgidek kerak bo'ladigan 3 ta instrument sizlar bilan doim yurish kerak. Шестикранный ключ, отвертка, ingichka uzun bo'lsa juda yaxshi bo'ladi va свеча ключ. Agar benzapila gazi oshib ketayotgan bo'lsa, gazovat bo'lib ketayotgan bo'lsa, birinchi navbatda gaz vintigini tepasidagi benzapilalar, Xitoy benzapilalar ko'pdan yon tarafida katta teshigi bo'ladi. Shuni tepa kirishgan ochiq holda vozdux havo kirishgan olib tepadan atverkani tiqib sekin chapga qarab burab borasizlar. Bunda gaz pasaygandan keyin gazni bosganda bo'g'ilish bo'ladigan bo'lsa, gaz bo'g'ilyapti, o'tinga solsangiz bo'g'ilib qoladigan bo'lsa, bunda benzinni ochish kerak bo'ladi. Benzin esa har doimgidek chap tarafda, ya'ni L deb yozib qo'ygan bo'ladi. O'sha men pastki tarafidan to'g'ri tepadan ko'rilgan holda belgilanib qo'yib mana shu ko'rsatib turgan vintiklarni karburatorda chap tarafdagi vintigini tiqib yarim оборот mana shu qo'yganda yarimta chapga buraysizlar va gaz berib ko'rasizlar. Biroq gaz berilgandan keyin оборот холостой ходda turish tashlaydi. Benzin sal kechroq yetib borgan hisobga va tepadagi yana o'sha gaz vintigini o'ngga qarab sekin burab холостой ходni to'g'rilab olasiz. Agar оборот yaxshi bo'lsa, aylanishi, ya'ni setni aylanishi yaxshi bo'lsa, bu yonidagi o'ng tarafdagi vintikka tegini o'tirmaysizlar, chunki bu оборотniki bo'ladi, ya'ni setni tez aylanishi uchun javob beradigan havo vintiki bo'ladi. Agar sal оборот past bo'lsa, buni yonidagi teshikdan tiqasizlarda o'ng tarafga qarab to'g'ri o'ng tarafga qarab boraysizlar. Ya'ni atverkani olib o'ngga yarim оборот va bir gaz berib ko'rasizlar. Hammasi joyida bo'lsa, bu holatda kesaverasizlar. Ikkinchi masala, agar bularni qilib ko'rsalaring yana gaz baland bo'lib ketgan bo'lsa, regulировkadan chiqmayotgan bo'lsa, bunda tepa qismini ochib, bundan oldingi videolarda ko'rsatib qo'yganman, ichida mana shu burchagida setgacha bo'ladi. Mana shu burchagida setgacha bo'ladi. Shu setgachani tozalab olish kerak bo'ladi. Shundan keyin yana joyiga qo'tilib davom etaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.